Hayit bayramiga hamma joyda narx oshsa, usta Umidullo akamiz narxlarni sindirib yuboraman deyapti. Xudo xolasa videoda oxirigacha ko'rib turasizlar. Stullarda eng arzonidan, xudo xolasa eng qimmatigacha sifatlilarini ko'rsatib o'tamiz deyishyapti. To'liq ma'lumotni usta akamizdan olib o'tamiz. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, sizlar like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, xudo xolasa Hayit bayramiga skidkani zo'r bo'ladi. Hamma yoqqa narx oshayotgan paytda biz narxlarni tushirib, anchagina xudo xolasa skidka qilib beramiz. To'liq ma'lumotni usta akamizdan olib o'tamiz. Assalomu alaykum aka, charchamayapsizmi? Salom, Oyatullo. Ishlar bo'lyaptimi aka? Assalomu alaykum. Oyatullo o'z kuzatuvchilari, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugungi tayyor stullarimizni sizlarga xudo xolasa eng arzon narxlarda sifatli qilib chiqarib berishga harakat qilamiz. Bo'lmasa bu tarafdan kelaveraylik, Oyatullo. Bo'laveradi aka. Hayitga skidka qilib berdim. Hamma joy narxni oshirayotgan paytda biz narx tushiraylik deb aytdim. Bitta skidka qilib bermasangiz bo'lmaydi aka endi. Xudo xolasa bularimiz 3 xil rangda, 3 xil materialda. Ranglari atechento materialdan tayyorlangan, rossiyskiy listova yog'ochida. Aha. Bu stulimiz orqa taraflariga kelamiz. Orqa taraflarini broshkalar qilib fardalar qadalgan. Aha, tayyor. Macharkalarga kelamiz. Macharkalari 9 sm qilib ishlangan, ko'rishingiz mumkin. To'liq holatda plotnik qilib qo'yilgan. Stullarni yog'ochi rossiyskiy listova yog'ochida tayyorlaganmiz 12 ta. 12 ta. Xon taxtasini uzunasiga kelamiz. Xon taxtasini uzunasi 275 ga, eni 110. Aha. Ayollari xonlari peshxon bo'lib pasayadi. Ikkita narsa ishlatsa bo'laveradi. Ha, xudo xolasa. Bo'laveradi. Xizmatlari ham, kapitalari ham juda chiroyli qilib ishlangan. Xudo xolasa 3 komplektni narxi bir xil. Ha, 3 xil stul, lekin narxlari bir xil qilib beramiz. Bularimiz 3.500.000 so'mdan chiqarilgan. Aha. Vodiy bo'ylab dastlabkasi mutlaq bepul, qolgan viloyatlarga kelishini holatda chiqarib beramiz. Bunisida farqi sidinasi bilan spinkasini gulli kelib turadi. Bu pardalarga moslashib bo'ladi. Buni ham xon taxtasi bir xil. Kimgadir xon taxtasini to'rtburchakroq qilib ber deganlar uchun biz bunaqa osonda ham qilib bera olamiz. Bunimizni bularga qaraganda farqi orqasi plotniy bo'lib, uzunroq chiqqan, qo'l kiradigan joyi yo'q. Yo'q. Orqalari mana ko'rdingiz, pardalar qilib, broshkalar qilib qadalgan. Yoshi katta odam o'tirsa ham to'liq bularda tushadi. to'g'risi gap oshiqcha narx qo'yilmaganligi uchun skidkamiz bularda yo'q. Vodiy bo'ylab yetkazib berish olasiz. Bu yoqdagi mana stullarimizga hozirda siz videomiz boshida aytdingiz, skidkani bombasi bo'ladi. Aha. Mana shu stullarimizni yong'oq yog'ochida tayyorlangan joziba son materiallari turetskiy material, spinkasidan to'liq gullari kelgan. Xon taxtasini uzunasi 320 ga 120 qilib ishlangan. Narxiga keladigan bo'lsa 6,5 million sotilgan. 6 million so'mga xudo xolasa tayyorlab vodiy bo'ylab yetkazib qo'ygan viloyatlarga upakovka qilib chiqarib beramiz. 500 ming so'm skidka bo'ldi. 500 ming so'm mashidasida mana videoni boshida bo'ldi. Sizlar ham videoni boshidan like bosib kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsalaring obuna bo'lib qo'yasizlar. Endi bundan buyog'iga nima bo'ladi bilmadi endi. Hozir bundan buyog'i ham normalniy bo'ladi. Bo'ldi. Bu Xitoy atirgul oyoqlari 3D fasodda ishlangan. Yong'oqda o'ziga ochilgan bu mana. Bu tayyor. Ha, tayyor. Xon taxtani oyoqlari simaqlar qilib ishlangan. MDF laminat. Xon taxtasini uzunasi 320 yana 120 14 dona stul. O'zi jami 9 million so'mga chiqishga bo'lgan stulimizga hozirgi kunda skidkada biz 8 million 500 ming so'mga chiqarib berdik. Yana 500 ming skidka. Agar oyog'ini olib qolib, neabisni o'zimiz xon taxta bo'ladigan oyog'ini olib beraver deydigan bo'lsa 1 million yana tushib beramiz. Yana 1 million tushib beriladi. 7,5 millionga bo'ladi. 7,5 million so'mga 14 kishi olishadi. Vodiy bo'yicha bepul dastavka. Aha. Chinor yog'ochida tayyorlangan qoplama variantimiz. Hammaga xudo xolasa yoqyapti. Orqalarini ko'rsatib o'tamiz mana. Orqalari ham to'liq holatda qoplangan mana. Broshkalar qo'yib qadalib, hamma yo'q joyida xudo xolasa. Bu komplektimiz 6 million 500 ming so'm sotilgan o'zi. Yaqin-yaqinga hozirgi kunda mana shu videoni ko'rib turgan obunachilar uchun 6 million so'mga chiqarib beramiz. 6 million so'mga. Pasti 3 komplektdan 1,5 million minus bo'ldi. Hozir deganim misol 6,5 million so'mga oldim deb turib, Toshkentga, necha qo'shib turib Samarqand, Buxoroga 6,5 millionga dastavkasiga yetib borib qoladi, pasti. Ha, o'zi asl narxiga tushib qoladi, yetib borishi bilan. Aha. Undan keyingimiz mana Monika Cobra deyiladi, macharkalar 12 sm Chester tugmali qilib ishlangan. Bunimiz yog'ochiga kelsak, faqat derak 5,5 million sotganmiz, hozir 5 million 200 ming so'mga chiqarib beramiz. Hayit arafasida xudo xolasa skidka bo'ldi. Skidka bo'ldi, xudo xolasa. Zo'r, mana 5 million 200 ming so'mga baqateriyadan 12 talik. 12 talik zo'r. Macharkalar ham 12 sm. 12 sm. Ichiga kirib ketmaydi. Bitta bossangiz
Zo'r, xudo xolasa. Bunimiz-chi endi. Bu 14 kishilik. Aha. O'zi oldingi videomizda 7 million 200 ming so'm qo'yganmiz. Ularimiz xudo xolasa sotildi. Hozirgi mashq holatidagi ko'rib turgan obunachilar uchun 6 million so'mga qilib berdik mana. 14 kishilik. 6 million so'mga o'tgan safargi reklamamiz 7 million 200 ming so'm qo'yildi. Agar ishonmayotganlar bo'lsa, kanalimizga kirib ko'rsalaring. Xudo qo'yib qo'yganmiz. Bitta ko'rib olishlaring mumkin. Xuddi shu joyda turgan, lekin boshqa edi. Ha. Lekin fasoni bir xil narsa. Fasoni bir xil. Fasoni bir xil. 7 million 200 qo'yilgan, lekin hozirda hay tarafasi bo'lgani uchun 6 million 6 million. 6 million so'm. 6 million. Hozir men 6 million 500 deb yuborardim. 6 million so'mga biz skitkani vashi doda xo'jasi dedi-yu. Bunaqa bo'ldi, xudo xolasa. Xo'p, aka, dastavkalari vodiy bo'yicha bepul dedi. Shunaqamidi? Biz joylashib turgan joyimiz Andijon viloyati Oltiyo'l tumanida joylashgan. Qo'shni Qirg'iziston, Tojikistonlarga xudo xolasa kargo orqali o'tkazamiz. O'zimiz vodiy bo'lib dastavkasi mutlaq bepul. Qolgan viloyatlarga ham eng arzon sifatli shopurlardan chiqarishga harakat qilamiz. Kanalimizga yangilar bo'ladigan bo'lsa, bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Kerakli, misol uchun istab yurgan odamlarga yetib boradi, jo'natib qo'ysanglar ham biz xursand bo'lamiz xolos. Bo'laveradi. Qarindoshlar gruppasiga, o'rtoqlar hammaga jo'natib qo'yaverasizlar. Mahalladagilarga ham jo'nataverasizlar. Arzon narxda hayitga skitka qilib yuborib turaverasizlar. Xudo xolasa, chiroyli narxlarda qilib berdi. Cho'chilmasdan skitka deyaveradi. Garantiyalar bilan hamma narsasi bilan qilib berishadi. Xudo xolasa, maza qilib ishlatadigan stol bo'ladi, stullarimiz bo'ladi. Like bosib kanalimizga obuna bo'lib qolgan bo'lsalaring, akalar, opalar, vaqtlarini ko'p olmaymiz. Xudo xolasa, biz videomizni to'xtatamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zlaringni ehtiyot qilishga majbursizlar.